Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bizning yangi modelimiz DBC+48 CDKS yangi встраиваемый посудомоечный mashinamiz. Xo'p, yangi modelimiz bo'yicha qisqacha tushuntirish beraman. Bu modelimiz 14 persondan iborat bo'ladi, 8 ta programmasi bo'ladi. Panel управления полностью sensorli bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, panel управления hamda полностью sensor bo'lib turib, цветной displey bo'ladi. 8 ta programmasi bor. Hamma 8 ta programma displeyda ko'rsatilib turibdi. Har bitta programmani tanlayotgan paytingizda bu yoq chap tarafdan qancha vaqt yuvishini, qancha tok bilan suv ishlatishini ko'rsatib ketadi. Например, mana ekoga qo'ysak 3 soat 40 minut yuvadi deyapti. Minimalniy tok ishlatib, minimalniy suv ishlatadi deb ko'rsatdi. Hamda bu yoq дополнительный funksiyalar ham bor. Bular to'rtdan tanlab, o'zingiz kerakli narsani tanlasangiz bo'ladi. Xo'p, ichki qismiga keladigan bo'lsak, ichki qismida 3 ta korzinamiz iborat. Pastki korzina, o'rtaga, tepaga korzina. Xo'p, eng afzalli taraflari buni mana Comfort Up degan funksional bor. Ya'ni eng pastki anaqasi tepaga ko'tarib beradi avtomatik. Bu qulay taraflari egilib turib, og'ir qozon, skоворodkalarni qo'shishga juda oson. To есть bu yerda egilib turib, og'ir narsalarni qo'ymaysizlar. Hamda mana bu yoq tarafida spetsial richagi bo'ladi. Richagini ko'tarib turib, itarib olsanglar, ichiga уже kirib ketadi, davutchik bilan birga. Xo'p, o'rta korzinamizda qo'shilgan преимуществоlardan bittasi bu mana bu bottle wash deyiladi bu narsalar. Bu narsa stakan, bokal, fyujerlarni yuvishga qulay bo'ladi. Bu yoqqa tiqib qo'yib turib, mashina nasadka orqali suv chiqib, sizlarning stakan, bokal, fyujerlarni yuvib beradi. Tepadagi korzina standart o'sha qoshiq vilka priboriga moslashgan. Xo'p, yana bitta buni afzalli taraflardan bittasi bu orbitalniy suv sepadigan leykasi. Ham leykani o'zi aylanib suv sepadi, ham uchli nasadkasi ham suv sepib, yanada idishlarni tezroq yuvib berishga, sifatli yuvib berishga yordam beradi. Xo'p, mana yana bitta ko'rsatadigan ishlatish mexanizmini richak ko'tarib turib, itarilib qo'yilsa, u yog'i juda davutchik bilan birga pastki korzinani tortib oladi. Yana bitta afzalliklardan buni bittasi bu funksiya tanlangandan keyin, zapusk berilgandan keyin LED indikator bor, faqat LED indikator bu yerda уже yonidan yonadi. Bu fasadga kirgandan keyin fasadda orasidagi zazoridan освещение yonib turadi. Yana bitta afzallik tarafidan bu yerda mana скользящий fasad uchun скользящий roliklari bor. Bu degani eshik ochilganda fasad avtomatik tepaga yurilib ko'tariladi va посудомойкаning eshigini yopganda fasad avtomatik yana pastga qilib полный fasad tegicha yopib ketadi. Bu посудомойкamiz yana bitta eng katta afzalliklardan bittasi bu knock to open ochilishi. Mana hozir biz ko'rsatib beramiz qanaqa ishlashini. Nomiga urib ko'rsanglar, ishini o'zi avtomatik ochib beradi. Ma'lumot uchun bu посудомоечный mashinamiz наличиеda bor. Soni bemalol olib, vitringa olib chiqib, klientlarga tushuntirish bersanglar bo'ladi.